Allah aytarkan, ey Azroil, bor falonchini farzandini jonini olgin. Kelarkan, o'ynab, kulib, endigina mana go'zal, mana shu yigitlarga o'xshagan chiroyli bo'lib yuribdi-da endi. Azroil alayhisalom kelar ekanlar, jonini olmoqchi bo'lar ekanlar. Jonini olindi. Alloh taolo bilib turibdi hammasini. Bandam nima deyapti? Ya Robbi, senga hamd aytayapti. Bandam menga hamd aytayaptimi? Uni gulzordagi gulini, pishgan mevasini, ko'zini qorachig'ini, qalbini mehrobini yulib olsam ham, u menga hamd aytayaptimi? Hamd aytayapti Robbim. Senga shukr aytayapti. O'zing berding, o'zing olding deb rozilar. Biz qazoyi qadarga rozimiz ey Alloh deyapti. Alloh aytarkan, guvoh bo'linglar. Bu bandalarimning gunohini kechirdim. Bu bandalarimning gunohini mag'firat qildim, guvoh bo'linglar. Qiyomatda bu bandalarimga o'ziga tayyorlangan jannatdan oliroq alhamdulillah degan, hamd degan qasr quringlar. Nega? Farzandini musibatiga, sinoviga, o'limiga